Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta obyektimiz. Bitta sizlarga qo'ldan kelgancha narxlarini video syomka qilib chiqarib beraman. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va podpiskani bosib qo'yamiz. Bu yerda sokol, burchatka, tumba qo'yib bergan. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Bu zinamizning bo'yi 90 dan o'tib ketgan. Bu tarafimiz 60. Mana. Burchatkamiz liniyasi. Darvozaxonaga gul qo'yilgan. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, burchatkamiz 20 ga 20 Sulton Faiz. Buni ustakalarimiz 40 mingdan kvadratini o'rnatib berish xizmati. Versace bordyurlar metri 15 mingdan. Ustanovka xizmati. Mana. Burchatkamiz juda chiroyli chiqqan. Sokulga keladigan bo'lsak, sokulimiz bu taraf 90, bu taraflar 60, bu taraflar 80, mana bu taraf ham 80. Buni qo'yig'i suyug'i 140 mingdan metri sokulimizda. Keyin mana stupinkalarimiz. Tepasi. Bu stupinkamiz 1 metri 100 ming so'm. Tepadagi plashatkasi kvadrati 100 ming. Bu metr bega yuradi, bu kvadratga yuradi. Mana. Darvozaxonalari. Darvozaxonaga gul qo'yadigan odamlar mana. Bu gulimizda ustanovka xizmati 300 ming. Xizmat haqqi. Darvozaxona Versace bilan alohida bu yerga yo'lak qilingan. Bu zinaga bu hovli boshqa alohida. Hovliga alohida, nimaga alohida, yo'lakka alohida, darvozaxonaga alohida qilib, boshqa fason qilib, bu yerga rumbek terilgan, bu yerga boshqacha qilib terilgan, bu yerga tekis qilib terilgan. Bu yerga kubikchasiz o'zidan shunday. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi ekrandagi nomerlarga, telefonga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.